Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va Abdulaziz kuzatuvchilar, Dorozachi usta kuzatuvchilar. Mana bugun yana ishchilikdan qisqacha ish jarayonlarini tashlab boraman. Abid bo'lishiga qaramasdan xudo xolisi Samarqand fasonimiz xudo xolisi bitta. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, eni 290, bo'yi 290. Hop, bo'yi ixchamligi uchun kichkinagina bo'lib chiqdi. Xudo xolisi ikkita katta qanotlari bitta. Ko'rishlaringiz mumkin inshaalloh. Bu qularga ham yo'qlarga erishgan holatda. Xudo xolisi bitkizib oldik. Endi kaltkasini yasaymiz. Unisini ham xudo xolisi tashlab qo'yaman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Nomerlarimizni qoldirib ketishimiz mumkin. Yoki kimdir yasagisi kelayotgan bo'lsa, o'sha murojaat qilishlari mumkin. Ulardan sug'orga ishlari keladigan bo'lsa, ularga ham uzoq masofada bo'lsa ham birga boramiz. Kuzatib boring va yana ishlarimizni sekin-asta joylab boramiz xudo xolisi.